bugun qarasa bir o'zingizning mashinangizdan приятный hidlar keladi. Har xil niyamishni asvishtirib qo'yib olasiz. Lekin qachon bir yaqin o'rtog'ingizning mashinasiga ham bir asvishtirib, men o'zimga ham oldim. Men ham sanga deb hadya qilasiz. Arzimagan pulga mashinangizdan endilikda bir приятный hid kelishini iloji bor. Sizlarga buni legendarniy Nexus 2 dan tushirib ko'rsatamiz. Ko'rishga ulgurmasingizdan oldin aka bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men sizga ko'rsataman, narxlari ham super narx. Buni fiberlari ko'p, hammasini alohida ko'rsatadigan bo'lsak, bitta ko'rsatamiz. Bular mana shundan boshlaylik mana. Saka diska ko'rinishida, uni hidi har xil hidlari, lekin gap so'z yo'q. Buni taxminan mana asvitlar hidiga o'xshaydi deb ham keltira olmayman, lekin buni yonida mana o'zini proba qilishga joylari ham bor, tayyor mana. Kelib ko'rib yoqqanini olsanglar bo'ladi. Stakanchikligiga ochib qo'yasizlar. Atak mana o'zimga rossa yoqdi. Chunki hidlari niyam. Shunda mana ochishim bilan o'sha gupullar mana hidlari uryapti. Zo'r ekanligi. Narxini qo'yishi, mana bunisi klassik versiyasi nomodagi. Tipani kofilarning idishiga o'xshagan, idishi ham bejirim, asvizitr qilib ishlatganingizdan keyin ham misol uchun tashlab yubormasangiz ham bo'ladi deb o'ylab qolasiz. Xullas narxini nechi pul deydigan bo'lsangiz, mana shu ko'rib turgan Liboy versiyasi 55 ming so'mdan. Okay? Agar ikkita oladigan bo'lsangiz, gap so'z yo'q, 50 ming so'mdan qilib beramiz. Chunki bitta o'rtog'ingiz ham o'ylaganingiz hisobsiz. Bizlar ham kichkina bo'lsa ham qisqamiz tesin deymiz. Xudo xolasa sizlarni uyaltirib qo'ymaydi. 50 ta kunning do'konlarimizga kelib, olib ketsanglar bo'ladi. Xohlasangiz viloyatga dastavka qilib ham chiqarib olishimiz mumkin. Shu videoni mashinasidan hech nima har xil ovqatlarni bir nimalar hidi keladigan do'st birodarlar bo'lsa, tanishinglar bo'lsa yuborib qo'yasizlar. Bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.